Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanor kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizni 10-dars, mavzuyimiz buyruq gap. 48-betni ochsangiz, u yerda bizda 61-mashqimiz bor. Biz bularni birgalikda bajarib ko'ramiz. Qani ketdik. 61-mashqimizni o'qiymiz. Savol va topshiriqlarni bajaring. Oldinda hammasini javobini yozib qo'yganman. Biz bularni hozir birma-bir ko'rib, o'qib chiqamiz. Demak, birinchi gapimizda savolimiz turibdi. Gap oxiriga so'roq yoki undov belgisi qo'yilgan bo'lsa, bu darak gap bo'ladimi? Ya'ni javobimiz bizni yo'q, chunki darak gapning oxiriga nuqta qo'yiladi. Nimagadir mana bu yerga nuqta qo'yib qo'yishim kerak edi va darak so'zimizni katta bilan yozib qo'yishimiz kerak. Shuni to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Agar mabodo bilmasangiz, so'roq belgisi bizda mana bu holatda ko'rinadi. Undov belgisi esa shu holatda. Bizda faqatgina, demak, darak gapimizga oxirida nuqtani qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi savolimizni o'qiymiz. Buyruq gap deb nimaga aytiladi? Ya'ni buyruq gap bu biror ish harakatni bajarishga yoki bajarishni taqiqlashga undaydigan gapdir. Ya'ni bilsangiz, buyrug'imiz odatda maslahat uchun yoki birorta iltimos uchun ham ishlatiladi. Lekin xohlasangiz bu holatni ham yozib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni ish harakatni bajarishga yoki bajarishni taqiqlashga ishlatiladi. Xo'sh, bu ikkinchisi bo'lyapti. Uchinchi savolimizni o'qiymiz. Buyruq gap oxiriga qanday tinish belgisi qo'yiladi? Ya'ni buyruq gap bo'lganda biz oxiriga nuqta qo'yamiz. Bilsangiz, mana hamma joyda birorta ishga anaqa buyruq berayotgan bo'lsangiz, aytishingiz mumkinki, mana ishini yopib qo'y yoki darsingni qil yoki ko'p gapirma. Hammasi so'zlarning oxirida nuqta bo'ladi. Xo'sh, hozir keyingi savolimga o'tishimizdan oldin, albattagina videoroligimizga like-ni bosib qo'ying, kanalga qo'shiling. Biz esa 4-savolimizni o'qiymiz. 4-savolimiz buyruq gaplar darak gaplardan qanday farqlanadi? Buyruq gap buyurish, maslahat, iltimos mazmunini bildiradi. Darak gap esa faqat ma'lumot beradi. Demak, buyruq gapni bizda buyurish bo'lyapti. Buyruq beradigan bo'lsak, misol uchun aytishimiz mumkinki, ko'chaga chiqma. Bu buyruq beryapmiz. Maslahat beradigan bo'lsak, aytishimiz mumkinki, agar hozir uy vazifangni qilsang, ertaga darsda qiynalmaysan. Xo'sh, birorta iltimos bo'ladigan bo'lsa, aytishimiz mumkinki, iltimos kamroq gapiring. Maktabda iloji boricha darsingizda kamroq gapiring. Lekin maktabda sizga buyruq ko'proq berishadi, sizdan hech kim iltimos qilmaydi. Lekin do'stingiz bo'lsa, iltimos deb aytishi mumkin. Darak gap esa faqat ma'lumot beradi, ya'ni birorta misol keltiradigan bo'lsak, aytishimiz mumkinki, mening maktabim juda chiroyli. Bu oddiy ma'lumot. Hech qanaqa buyruq yo'q, maslahat yo'q va iltimos ham yo'q. Asosiy farqi bu yerda shu. Agar darsimiz yoqgan bo'lsa, albatta like-ni qoldiring, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.